Xitoydan kelgan tovarlarimni raspakovkasini qilamiz. Ko'pchilik meni raspakovka videolarimni yaxshi ko'rishadi. Shuning uchun men sizlarga ko'proq raspakovka videolari bilan bo'lishaman. Agar qiziq bo'lsa, videoni oxirigacha ko'ring. Hammasini sifatini ko'rsataman. Shunaqa o'zimga qizil lyamkali ko'ylak zakaz qilgandim. Buni ustidan oq rubashka kiyib olib, kiysangiz rosa asal turadi. Sifatini o'zingiz ko'rib turibsiz, kachisiz, vashi super. Keyingi tovarim bolam uchun shunaqangi sumka zakaz qildim. Bu sumka o'zi detskiy sumka. Shunaqangi hamma kashi, pamperslarni solib yursangiz bo'ladi. Bitta sumkaning ichiga hamma narsa sig'ib ketar ekan. Kash sifatini o'zingiz ko'rib turibsiz. Men buni Xitoydan 64 mingga zakaz qildim. Kargosi unaqa qimmat bo'lmadi va narxiga arziydimi? Kommentarda yozib keting. Keyingi tovarim yozda quyoshdan saqlovchi ochki zakaz qildim. Ochki o'zi ham 4 ta zakaz qilganman. Bu partiya zakazimda menga 3 tasi yetib keldi. Keyingi tovarimda bittasi keladi. Ayniqsa ochkilar narxi o'zimizga nisbatan 2 barobar arzon. Bemalol Xitoy kursimda o'qib, o'zingiz shunaqangi arzon narxda zakaz qilish o'rgansangiz bo'ladi. O'quvchilarimning natijalarini va zakazlarini profilimda aktualligimdan ko'rsangiz bo'ladi. Bu videoda hammasini narxlarini ko'rsata olmadim, lekin oldingi videolarimda hammasini tovarlarning narxlarini ko'rsatib o'tganman. Ko'rsangiz bo'ladi. Shunaqa ko'p ochki zakaz qildim va keyingi tovarim esa mana shunaqangi zakolkalar. Zakolkalar juda ko'p sindirib qo'yaman. Agar o'zimizda oladigan bo'lsam, bitta donasini 10 ming so'mdan olishimga to'g'ri keladi agar skidkada va men buni hammasini 19 mingga oldim. Ko'pchilik kursimga yozilishdan oldin ishonchlimi, aldab ketmaysizmi deb yozishadi, lekin men yuzimni ko'rsatib blog yuritaman. Bemalol ishonib kursimga yozilsangiz bo'ladi. Buni isbot sifatida kursimda o'qigan o'quvchilarimni ko'rsangiz bo'ladi. Profilimga hammasini joylab boraman. Xitoydan sifatsiz tovarlar keladiganlar uchun men doim sizlarga raspakovka videolar qo'yib boraman. Agar siz ham shunaqa arzon narxda zakaz qilishni o'rganmoqchi bo'lsangiz, kurs so'zini yozib qoldiring, men sizga to'liq ma'lumot berib o'taman. Shunaqangi qiziqarli raspakovka videolarimni o'tkazib olmaslik uchun menga obuna bo'lib qo'ying. Ikkinchi partiya kelgan zakazlarimni keyingi videoda joylayman.